Hey yo, sonunda sizlar bilan men 99 va bugungi videoda super graf o'ynaymiz. Yo'lda ketayotganimda bitta bola shu o'yinni o'ynab ekan va men shu o'yinni qidirishni boshladim. Nomi nima ekanini so'rasam super graf ekan. Keyingi xullas Play Marketdan qidirdim, topolmadim. Keyin GetApps'dan qidirdim. GetApps'da aniq chiqadi super graf desalaring. Va men kirsam birikta serverlar bor ekan va men shuni o'ynayapman. Xo'sh, hozir tepaga chiqaman va men boyuncha bo'ldim, qiynalib bo'lsam, mana bu uyni qurib va qaranglar men. Tak. Xullas, men boyuncha bo'ldim. Tak. Mana bu yoq oshxona. Mana yoqda pizzalar bor. Televizor. Va aynan men kreativga o'tib ko'rsatyapman. Agar survival qilsam, maxluqlar hujum qiladi va spam bo'ladi. Ana shuning uchun kreativdaman. Mana bu yotoqxona, kompyuterlar. Ammo 100,000 watt mana bu kompyuter. Kompyuterda kiyim joy. Va mana buni ichida narsa yo'q ekan. Bo'lish kerak edi. Ha, mana bunisida bor ekan. Bunisida esa bunisida yo'q, bunisida bor. Bunisida bor, bunisida yo'q. Xo'sh. Albatta videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, like, obuna bosingizlar. Tak, meni ikkita kanalim bor. Agar Zo'xdan 309 deb yozsalaringiz YouTube'ga ikkita kanalim chiqadi. Ikkalasi ham pastda obuna bo'linglar. Xo'sh, mana. Men sizlarga bu Minecraftni tavsiya qilaman. Mana kompyuter. Chek. Albatta like, obuna bosingizlar videoga. Xo'p. Bunda hali rosa ko'p serverlar bor. Aynan shuning uchun buni ko'plab qismi bo'ladi. Aynan shuning uchun like, obuna bosingizlar. Va men buni ikkinchi qismini chiqaraman. Buni rosa ko'p 6 ta, 15 ta server bor ekan. Va men o'sha serverlardan bittasiga yoqqanimda shuni o'ynadim va shunga kirsam shunaqa. Buni Play Marketdan qidirib topolmaysizlar. Buni shunchaki anondan GetApps'dan topsalaring bo'ladi. GetApps'da yuklab o'tirish shart emas. GetApps hamma telefonda bo'ladi. Umuman o'chmay bilsalaring. Tak, hozir men elektrda o'chib ko'raman. Ko'pchilik elektrani o'chirishni bilmasa, mana elektrani o'chirishni ko'rasiz. Buni salyotda bosib tursalaring uchadi o'zi. Mana salyotda bosmaysizlar mana bosib tursalaring o'zi uchadi elektron taqsalaring. Survivalda ham o'xshaydi bu. Tak, uyimizdan uzoqlashmasligimiz kerak. Uyim qani endi? Mana ekan. Asta qo'n. Va men shu elektrda umuman qo'nishni bilmayapman. Agar elektrani yaxshi boshqarishni biladiganlar, qanaqa elektrani to'xtatishda kommentariyga yozib qoldiringizlar. Survivalda uchib ko'rdim. Keyin qo'naman desam, o'lib qoldim. Juda ko'p mashq qilyapman hozir elektrda uchishda. Va yana qanaqa o'yinlar o'ynay kommentariyga yozingizlar. Ko'pchilik Free Fire debdi, keyin Car Parking debdi. Car Parkingni o'ynamoqchi bo'ldim. Lekin Car Parkingni haqiqiysini umuman topolmadim. Hech qayerda yo'q ekan. Faqat Car Parking 2 chiqdi. Car Parkingni o'zi chiqmadi. Aynan shuning uchun nasib qilsa Free Fire ham o'ynab ko'raman.
Endi bu kanalimdami ikkinchi xos bu kanalimda olamanmi, u kanalimda olamanmi videoni. Xos ikkalasiga ham obuna bo'lsalaring, keyin oson bo'ladi bilishlaring. Bunda video qo'yish sal anavi bo'lyapti, ya'ni xo'sh. Shu birinchi 99 kanalimda, ya'ni birinchisida ko'p bala anavi qo'yapman, video qo'yapman ko'proq. Ana shuning uchun eng asosiysi o'sha 99 birinchida chiqib keladi. Shuni 99 birinchida kanalim chiqib keladi, ikkinchida bu kanalim chiqadi. Ikkalasiga ham obuna bo'linglar. Xo'p, chek. Endi men hozir boshqa serverga kiraman. U mana shuncha server bor, 16 ta. Xo'sh, sizlarga ham maslahat beraman bular serverlarda. Va bu Supercraft. Buni buni GitHub'dan topsalaring bo'ladi. Xo'p, menga hozir. Davайте mana buni o'ynaymiz. Bu video ko'p uzoqqa cho'zilmaydi. Hozir kiryapsan. Like, obuna bosinglar. Biz tezroq bu kanalimizda 100 ta obunachiga qarab ketyapmiz. Tezroq 100 ta bo'lamiz. U kanalga ham obuna bo'lsalaring 200 ta qilib qo'yinglar. Tak. Hozir hamsa buni yuklaganlaringdan keyin buni kirishi sal qiyinroq bo'ladi. U serverga kirishlar ham qiyin bo'ladi. Aynan shuning uchun xos like, obuna bosinglar. Va buni kirishi juda ham qiyin, cho'zilib ketyapti. Xo'sh. Ana kiryapti. Stilyot. Muz. Sandiqdan bor ekan, qani? Voy, bilet. Shuncha narsa. Hammasini olamiz. Men hammasini olaman. Va sizlarga yoqqan bo'lsa like, obuna va shu o'yinni yuklashda maslahat beraman sizlarga. Buni mayli olamiz. Chunki sandiqda hammasini olsak, demak hammasi buni o'qib bo'ladi. Granat ham bor ekan. Granatani ushlash. Bu qani granatani otamizmi? Anaqa uyga o'xshabdi. Bitta granat otaylikchi, otdimi? Qani? Portash yomon ekan, ha? Dars men buni otamiz. Bitta o'qda o'ldirgan qizig'i. Mencha P90 bo'lsa kerak. Bu muzlatadi. Bilasizlarmi, ana videoda ko'rgan bo'lsalaring buni. Xuddi shunaqa qurol bor edi menda, muzlatadi. Tak. Xo'sh, qani? Mavzuni muzlatadimi yo'qmi ekan? Ana ko'ramiz, davayt. Mavzuni muzlatolmas ekan. Chiq. Akula bor ekan, ey. Voy, bilet. Men ikkalasini qo'rqmayman. Yana qaysi? Bitta o'qla. O'qimasa ekan. O'zi o'qladimi? Hadi o'zi o'qlaydimi? O'qla. Bu o'qlanmayapti.
Bunaqa. Bu qanaqa ekan? Qani endi ana akula. Ana bo'lmadi. Voy, uni zaharladi. Voy, biladi. Uni zaharlab qo'ydi-ku. Mana akula. Mana. Sen baribir o'ldiraman. Buni qanday uxlaydi buni? Mana afton yaxshi edi. Mana. Bu akulalar rosa ko'p ekan-ku. Hozir biz ko'p Mana. Da grant otamiz. Qani ana. Xo'p. So'zsa o'zi portlaydimi bu? Bekor ketib qoldi. Menga mana ko'proq yoqayapti. Rangi o'zimga yoqadi-ku bu. Xo'sh. Menga eng ko'p yoqaydigan qurol bu. Mana shu bo'ldi. Bunisi ham bor ekan-ku. Xo'p. Qani buni qanaqa qilibdim ekan? Bu pulemyot. Endi manaqa kenglar. O'ldim deyaversin bular. Men men zaharladim mana shu. Qanday bo'larkan pulemyotdan? Bular kim bo'ldi endi? Ularni yo'qmi? Buni o'ldirish qiyin-ku. Bu yerda biz qolib ketdik. Qorong'i tushyapti. Biz shu orolda qolib ketdik. Endi qana shaqa boralik shekilli. Ovqat kerak menga. To'g'ri. Qishloq, ha? Keting shaqa boramiz, do'stlar. Qishloq bor ekan. Bu son qishloq-ku. Men aytdim mana yoqda nima bor deb. Tez uyga kirish kerak edi. Hozir ma'qul. Kelib turib, ana qiladi nima edi? Jitil shunaqa bo'ladimi? Neyse. Sen ajalingmi? Bu ayiq-ku. Ko'rlaringmi? Ko'rgan bo'lsalaring. Ayiq. Ikkita eshik. Hozir. Nimadir neto ketmadimi? Bu nima ekan? Bosdi. Menga turishim keragi yo'q endi, nima qilmayapti? Bu savdolashishga meni izolatim yo'q birinchidan. Ikkinchidan kalangda otaman. Peshinasini uzr ketdi, qoni og'arkan. Uxlaymiz. Xo'p, uxlaymiz. Agar siz videoni shu yoqqacha ko'rib kelgan bo'lsalaringiz katta rahmat va like button bosingizlar. Va men shu joyda videoni o'chiraman. Xayr, sizlar bilan men Zo'rxonovich bo'ldim va keyingi videoda ko'rishamiz va qanaqa o'yin o'ynayotgan kommentariyaga albatta yozib qoldiringizlar. Xayr.